Biz Ақсуның bu soğusida Xitaylarning jiddiy qarshiligiga duch keldik. Xitaylar Ақсу daryosining sharqiy qirg'og'ida mudofaa istehkomi qurgan edi. Tabiiy to'salg'i bo'lgan daryo ishimizni qiyinlashtirib qo'ygan edi. Bir qancha qitim qaramliq bilan hujumga o'tgan bo'lsaqmi, har qitimda necha o'n jangchining jinini sap berib, g'arbiy qirg'oqqa chekinishga majbur bo'ldik. Shahidlarning jasadlarini Azim Ақсу daryosi uzoqlarga olib ketdi. Bundaq chaqlarda ittifoqchi qo'shin bo'lgan Tungallar qarsini ko'rsatmaydi. Agar aql bilan ish qilmay, mushundaqli vaqt o'tadigan bo'lsa, aslida muntizam askarlik tarbiyasi olmagan dehqon bolalari jinidan to'yib, zerikish tufayli safni tashlab taqab ketdi. Yuqoridan qo'mondonlar Kamal polkiga, polkovnik bo'lsa bizning 105ga, erta sahargacha qarshi qirg'oqqa o'tish buyrug'i tushirdi. Bizning yuzlik turshavulluq vazifasini olgandan keyin 105 nima qilishni bilmaydi. U garchi mendan ko'proq jang ko'rgan bo'lsa-mu, o'qimagan dehqon bo'lg'achqa beshi qetib, mening o'qimishliqlardek turqumdan bir narsa tama qilgandek kenimga keldi. Nima qilsaq bo'lar, buyruqni tushirishga oson. Ammo dedi u mas'uliyatidan qo'rqayotgandek. Ko'nglimga bir narsa keldi. Shuni uning bilan kengashishga qaror qildim. Aqlimga shu kelyapti. Düşmanga udul-mudul turib elib bu ishni qilg'ili bo'lmaydi. Biz düşmanga sezdirgan holda daryoning yuqorisi va töviniga bo'linib, kechik izlayotgandek qilib bu yerdan ketaylik. Ondan yarim kechada bizning yuzlik yer beg'irlab, o'milab qaytib kelaylik. Men yana o'z ixtiyori qilgan bir necha bidoi bilan daryoni kechib o'tib, talay sinab baqsaqmikin. Bo'ladigan qildi. Boshqa talablari bormi ufqa? Barliq qo'shinlarmi bu yerdan g'oyib bo'lishi kerak. Ondan bizning boshqa kechik izlab ketganligimiz ishonarli bo'ladi. Ondan bizning yuzlikning orqasidan daryodan o'tishga otliqlar taq bo'lib turishi kerak. Bo'lmasa, osmondagi odam bilan u yoqda uzoq bardoshlik belgili bo'lmaydi, dedim. Bo'ladi. Men Tanjongga yetkazay. U chaqlarda 15 Tanjong, ya'ni Xanzuchidagi Tanjong deb ishlatildi. Bu tazimi g'alitlik edi. Dedi o. Yenimden ayrılıp etip, xalagan adamlarını tallavasıla, deb qo'shib qo'ydi. Biz mushu usul bilan daryodan o'tdik. Daryo qirg'og'ida dushmanning kichik bir gruppasila mudofaa ekanligini qiyos qilishga bo'ladi. Asosliq dushman cho'qim shahar ichida sepil darvozalarini taqib elib mudofaada turib-atdi. Sabitka, mening eng anglag'im kelayotgan yerni atlab o'tib ketdingiz-ku. Birli eg'iz gap bilan tugatmay, shu oqshimni qandoq bo'lganligini, sizning ko'rsatgan aqlingizning qarg' kelgan kamigini topamamsiz, dedim norozi bo'lib. Bu yerlari bir oz riyokorlik gunohiga yaqin bo'lg'achqa demisam yaxshi edi. Chunki men jangga nom-shuhrat, amal mansab uchun qatnashmagan. Butun vujudim bilan Allohning rizosini qozonsam, shahid bo'lsam degandan boshqa xiyol yo'q edi. Chunki üzül kesil xolis niyatda jang qilgandila Allohni rozi qilgan bo'ladi. Bir az qahramonlik otqi qozonish niyati aralashib qolsa-mu, ajr tugaydi. Shunga dedi u o'zi qilgan qahramonlikdan so'z ochqisi kelmaydi. U chaqda niyatingiz sap bo'lgandan keyin ajringiz kelmaymas. Bizning bu anglaganlarimiz bor. Shu qetdi siz bir necha dushmanning bo'ynini uzib o'tgan ekansiz. Shu qandoq ro'y bergan deb bering. Anlag'anlaringiz biroz ko'ptirim bo'lib ketibdi. Qaraganda buni to'g'rilamasam bo'lmag'idek, dedi u rozilik bildirib. 105 qaytib kelgicha men odam tanlayolmadim. Chunki bilasiz, bu fidoyilik talab qiladigan ish. Jon ketishi mumkin. Jon degan shaxsning, xalqning joniga men qandoq qarab beraman? 105 qaytib kelib so'radi. Ha, qandoq bo'ldi? Tayyorlik bityapti. Yo'q, dexe. Men bilan bordigan odam tanlanmadi. Yani men kimni tanlashimni bilemedim. Yani sen ba diyemedim. Vay fkamay, bu nima qilganlari? Shuni qila olmagan yerda bo'pti menday, dedi u 5-chayqab. Qaysinglar fidoi bo'lib borsizlar. Alloh rizosi uchun o'lsanglar shahid, qolsanglar g'ozi. Allohning oldida ajringlar cho'ng bo'ladi. Avval ikkisi qizg'in, ondan uchi sal bo'shroq, oqidan biri agishib, 6 odam o'zi ma'lum qildi. Men ularga miltiqni qo'yib, qo'l bombasi elib olishni, pichoq elib olishni topildim. Yerim kechida yuzlikimiz daryo bo'yiga shapsiz yaqinlashdi.
Arkamızda polkimizden atlarını asla yetilip kelivatattı. Biz yetteylen hemralarımızdan ayrılıp asta deryanın leviga keldik. Kündüzü men düşman ot küçünün dal ornunu könglimge hatırlap algan edim. Andın düşmanның asaslık ot küçünü deryanın bir kadar yeyiq yerlerge merkezleştirgenligimi közümden kaçmagan edi. Mana şunun asasen men bir az suyu çonqur yerlerden çıkışını könglimge pükken edim. Aksu deryasının asasi eqimi boğan Toşqan deryası Tangri dağlarının egiz çoqqalardaki qarlarının erişidin taramlar hasıl qilib, bir eqiniga toplanıp kelgechga ajoyib soğuk edi. Gerçi tomuz bolsumu keçilik temperatura bäk çoň boğaşqa, muzdek tağı suyuga düşkünimizde soğuk soňaklarimizdan ötüp meňimizge çiketdi. Biz çoňquraq aylanmalarını daldı qılıp mangaçqa, bäzi ýerler boynumuzga atsa, bäzi ýerler çöküretdi. Garip taraf asmanında leylep yürgen bulutlarının şerqi beqini bir az aqoş görünetdi. Buningdan bir azdan keyin ay chiqish mumkinligi. Hozir sharq taraf ufuqida ayning ufuq nurlari jilvilanishga boshlaganini mo'lcherlashga bo'ladi. Bu bizga yaxshi bishorat hisoblanmaydi. Gerçi ay texi to'lin bo'lmasa-mu, havo ochiq bo'lg'ashqa dushman qaravullarining ko'rishiga ko'p yordami bo'ladi. Shunga aldirash kerak edi. Ay chiqishga ozliq qoldi. Aldırmasak bo'lmaydi. Düşmanning mudofaa to'siqi oldig'icha o'milab berib, avval qo'l bombasi atamiz. Hammamiz tangla. Ondan sakrabla to'saqdan otilib, u yoqqa tushimiz. Yaqindagisiga pichoq, neridagisiga bomba ishlatamiz. Pilomotga diqqat qilinglar. Pilomotni egilib olsaqlar ishimiz o'ng. Dedim qarshi qirg'oqqa yetib berib. Ondan qirg'oqdan yabag'irlab chiqib, tosh kesak, har narsadan hapla-shapla yasalgan bu istehkomning oldida to'xtadik. İşarə bilen hemrahlarimni 4 qadamdan arılıqda taqatdım. Ondan həmməylən birdən qol bombasının pilikini təngla tatdık. Bir neçə sekund saxlığandan keyin təngla iç tərəfə taşıdıq. Partlaş avazı bilen təng bizning üstümüzge taş yığıl, top tuman yağdı. Şu an Allahu Ekber deyişim bilen 6 jangçı tosuqdan atlap içigi düşdü. Mölçerligen asaslıq ot küçü ornu asasen doğru çıxdı. Pilomot men düşkən yerden 2 qadam nereden ikən. Pilomotçu ölgen idi. Men yeni bir qol bombasını bizge qarab kelyapkan bir top düşmenge attım da pilomotga qarab etildim. Oylamagan yerden pilomot yaqinlarida yatkan 2 düşman manga qarab etildi. Ular tirik ikən. Mana şu çağda siz hata anlagan heliqi iş yüz berdi. Men ularning boynunu üzüp etemmedim. Hatta qo'limdagi pichoqni tiqishga mujuritim bo'lmadi. Yaqindagi odamni o'ldirish undaq oson ish emas ekan. Men birini tepdim. Uçaqça yana birining kameri bilan gejgisidan tutib, to'siqdan ortildirib daryoga tashlab etdim. Oqidan yana birini xuddi shundoq qildim. Ularni qiymi-chimi qilib etgan bor edi. Ammo odam o'ldirish degan bak suri ish ekan. Yiroqdan atgan boshqa, yaqindagini pichoqlash tamoman boshqa gapkan. Pilomotni egilib oldim. Dastlabki partlash ovozi bilanla o'zlarini daryoga atgan yuzlikimiz, oqidan otliq askarlarning qiyochiya ovozlari kecha jimliqini buzib tashladi. Daryoni kechayotgan ot va odamlarning shavqini, partlash ovozlari, o'q ovozlari bir-biriga qo'shilib ketgan edi. Paraz qilganimizdek, bu yerda qo'shimcha mudofaada turgan 200 dushman bor edi. Urush deganda 1 sekund vaqt qazanib olsangiz, taqdiringiz tamoman boshqa turlik bo'ladigan gap. Bir dostunuz siz üçün düşmanni yarım minut milik qilib tura olsa, siz 50 qadam uzoqqa qochib berib ola olasiz degan gap. Vaqtning eng qimmatini bilgili bo'ladigan maydon jangdir. Mana shunday qilib Aqsu daryosidan o'tib oldik. Aqsu shahrini muhosiraga elib askarlarga dam berildi. Dam elayotgan arliqda 1500likimizga kelib men bilan ko'rishdi. Uni bir askar boshlab kelgan ekan. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Qoltis ish qildingiz. Dedi u. Siz ilgari askar bo'lib boqqanmi? Yo'q, bo'lmagan. Ammo biz maktabda muallimlar va izchilar harbiy ta'lim tarbiya olganmiz dedim. Ha, siz muallimmi? Muallimligingizni qilavermay, nemishqa jiningizga tavakkul qilgansiz? Tushdim siz? Ha, tushdim. Mamtili apandining shogirdlaridan bo'lma? Dal shundoq. Akiling qo'lingizni yana bir ko'rishib yetili. Dedi mingbeshi qo'lini tanglab. Yaşınıp qalğan şapburutluq bu adamga harbiylik tazımı yaraşqandek qılatdi. Daryodan o'tkicha komandiringiz shahid bo'lib ketdi.
Әмді siz 105 bolasiz. Aslida o sizga 15 yillikmi cho'ng kelmaydi. Hozircha sizlarninkilar boshsiz qolmasin, dedi. Ondan bizning yuzlikdagi askarlarga burilib, "Angladinglarmi? Yangi boshliqinglar bu azimat bo'ladi", deb tonishtirdi. Daryodan o'tishda menga ergashgan 6 fidoining hammasi hayot edi. Ular menga ergashib sharaf qozongani uchun mendan bakmi mamnundek qiladi. Ular eng avval kelib menga qo'l uzatdi. Şehit bo'lgan 15 yillarning o'rniga ulardan 15 tayinladim. Aqsu muhasirasi xeli kun davom qildi. Bir necha qatimliq urinish qog'i kelmadi. Uzun yog'ochlardan yasagan kelangsiz sho'tlarimiz, ustiga qaynoq suv to'kilgan nurg'un jangchimizning jasadlari sepil tuvida qoldi. Darvozani portlatish urinishlarimiz-mu nurg'un talafot bilan natijalandi. Kamal Mingbeshi meni chaqirdi. "Sizning biror pantingiz bo'lsa deb boqamsiz. Hargiz tortinmang. Nemishqa desangiz, kelgan yerimiz mush bo'ldi. Bizda bir chora bo'lsa, ne vaqt sinab boqatdik. Qiladiganimizni qilib bo'ldik. Endi sizdan anglayli." Şehit bo'lib ketgan yuzlagan barno yigitlarga ichim serilib, o'zimni aron tutib o'ltog'inim uchun tortinishmi xiyolimga kelmabdi. Aslida men birinchi jangda shahid bo'lishga o'zimni atagan bo'lsam-mu, yana eshib qilib, nurg'un azmatlarning shahid bo'lganiga shohid bo'lib qolyotdim. Bu holda menda baskagisiz bir xil tavakkulchilikmi yo'q emas edi. Dushman bizning asosiy qo'shinimizning qaysi darvozaga yuzlanib turganligini bilib bo'ldi. Endi bu holda bundaq bir hujumdan natija chiqmaqi tas. Asosliq kuchni hozirgacha tegish qilinmagan bir nuqtaga yetkash kerak. Bu birinchisi. Ikkinchisi, kelangsiz shu o'tlarni ko'tarib sepilga tiklashni hargizmi shabsiz qilg'ili bo'lmaydi. Undaqkan bizning sepilga chiqishimiz to'liq tas yoki mumkin emas deganlik bo'ladi. Shunga endi shu ishlatmayli. Shotisiz sepilga nima bilan chiqamiz? Siz Mamtili yapandan tonuydi ekansiz-g'o. İzchilarning mahoratlarini ko'rmaganmidingiz? 11 qatliq paxshi tamlarga shotisiz chiqqanlarini. Voy estaqlim, ha, gap qiling. İzchiga nega boramiz? Men Qashqardan qo'zg'olishdan avval Gulvaq o'ylisida Qashqar izchilaridan bir monchini ko'rgan edim. Bilmayman, hozir ular qaysi Mingbeshining qo'lida. Otishdinmi ba? Bir nechisi. Balkim boshqa yurtlardan kelganlar ichidimi bordi. İzchilarning hammasini to'plasak, 100 odam bo'larmikin deyman. 100 odam sepilga chiqish qo'rinimiz. Shuning yerimi bo'lsa-mu, ichiga tushib olsa, darvozani ocholmasmi? Men buni Mingbeshilar bilan deyishib, hammasining qo'lidagi izchilarni to'playli. Bek oz chiqib qolsa qandoq qilamiz? Alloh yo'lida o'zini bag'ishlashga rozi fidoilar chiqsa, bu yerdagi dehqonlarning o'ylisida o'gitimiz. Bo'ldi, men ketdim. Men shu arada Nasiraxunni bu fidoi harakatga qatnash, senmi izchi bo'lgandikin deb taklif qilgan edim. O'ylamagan yerdan u unimidi. Buni hech kutmaganim uchun hayron qoldim. Bu Nasiraxun ilgari men bilgan sho'x bola shumi, emasmi deb qilayotgandek. Hayronligimni yoshira olmagan holda uningga qarab qoldim. Uning bu kutilmagan pozitsiyasidan cho'chib ketdim. Agar boshqa izchilarga ana shundoq jon tatliq kelib, o'zini ma'lum qilmasa, qandoqmi qilamizkin? Rahim qandoq qila? Kelami yoki quliqini yopirib, o'zini bilindirmay turib olami? Shundoq qilib, mening aqlim salpal ishlab qoldi shu. Shaharga besib kirdik. Bu bo'lmadi, Sabitka. Undaq qilmang. Hikoyaning qiziq yeriga kelgandila piqsiqlik qilib turib oldi ekansiz. Putingizga qayerda o'q tekkan, pichoq bilan yerib, o'qni o'zingiz chiqarib olgan ekansiz-g'o. Bu mushu Aqsuni ishg'ol qilish urushida bo'lgan ishmi yoki boshqa chog'da bo'lganmi? U hodisa mushu urushda bo'lgan. Ammo riyokorlik bo'lmasin deb degim kelmaydi shu. Baribir bu hikoyalar o'ttirdi ba. Ammo u daryodan o'tishda bo'lganidek bir oz noto'g'ri yerlar bo'lishi mumkin. Yana texi o'xshamagan bir necha xil variantimi bor. Bularning qaysi to'g'ri, ayirib olsak texmi yaxshi-g'o. Xato hikoyalarning taqilib yurgani texmi yomon-g'o. To'g'risini deb berganingiz yaxshiroq emasmi? Bo'pti amsa, boshlab qo'yib balaga qolgandikin. Alloh kerak. Mingbeshi izchilarni to'plab kepti. 120 dak yigit edi. Ularning ichida Rahimi bor ekan. Bunisi meni behoyat xushal qilib etdi. Ashundaq bir yetakchiga ehtiyojimiz bo'lishi cho'qim. Hamma polkning Mingbeshlari birga kepti.
Ular egiz paq şeytan bilan qo'rshalgan bir ho'ylida bizni mahorat ko'rsatib beqishga buyurdi. Amin bo'lalmag'inmidir yoki qiziqishdanmidir bilanmadim. Biz u yerda uchimiz tamg'a oqimizni qilib qata turdik. Giralashtirilgan qo'llarimizni palanpay qilib, ikki yigit mo'rimizga chiqdi. Ularning giralashtirgan qo'llarini bir palanpay qilib, bir yigit ularning mo'risiga chiqibla, u yerdan yamashqinicha tam ustiga chiqib oldi. Bu ishni ular shunchalik tez qildiki, tafsiliy qadam bosqichlarini ko'rib ulguramagan mingbeshilar yana bir qatim ko'rstinglar deb talab qildi. Endi ular egizlikni hisoblashga boshladi. Birinchi 3 odamning bo'yi mo'risigacha 160 bo'lganda, ikkinchi qavatdagi 2 odam 160 bo'lsa, bular 3 metr bir ilik egizlik bo'ladi. Tamg'a chiqadigan 3-chisining bo'yi yana shunchalik deganda 4,5 metrga boradi. Qo'lini ustiga so'zsa, ularning andishasini men yo'qotdim. Biz mush tamning egizligiga ko'ra 3 qavat bo'ldik. Sepil uchun 4 qavat bo'lsaqli bo'ladi. Ha, undaq qilishga bo'ladigan ishmidi? Amsi bo'ladi ekan. Amsa odamlaringizga ish taqsim qilib, tayyorliqinglarni puxtalanglar. Biz qo'shinlarni boshqa darvoza tarafga yo'tkayli. Shundaq qilib bu yerga nurg'un quruq chidirlarni qoldirib, ozg'ina askarni mudofiaga qo'yib, necha vaqtdan beri dushman uchun eng tinch bilingan nuqtaga yo'tkaldik. Biz sepilga yamishadigan vaqtda yana burunqi o'rnimizdagilar darvozaga qaratib, minomyot etib, bu yerdan hujum bo'ladigandek vaziyat yaratilgan edi. Har bir odamni sepilga ulashtiradigan ihrom uchun qancha odam kerak bo'lsa, biz shuncha guruh bo'ldik. Astida turadiganlar 2-qat, 3-qat va sepil ustiga chiqadiganlar aniq belgilandi. Yana 2 asosiy guruh bor edi. Biriga Rahimni mas'ul qildim. Sepilga chiqqandan keyin uning guruhi qo'g'dashga mas'ul bo'ladi. Mening guruhim darvozani ochishga mas'ul bo'ladi. Bizga shoti bo'lib bergan, ammo o'zlari sepilga chiqolmay pastda qolganlarga birini mas'ul qilib, ularning darhol darvoza tuyiga berib kutib turishni. İçideki taqaq ko'tarilgan hamon sirtidan ittirib darvozani ochishni topildim. Men bu sepilga chiqatdim. Aslida mening bo'y turqim va jismoniy quvvatimdan aytganda eng ostida turishim kerak edi. Ammo ustidagi ishlarga men bo'lmasam, na men, na mingbeshilar xotirjam bo'lolmaydi. Sepil ustidagilar har kechasi mash'al yiqib, bizning qorong'udan foydalanib, sepil tuviga kelib olishimizning oldini oladi. Biz tarafning marganlari kecha jimjitligini buzib, dushmanni teriktirish uchun mash'alning sepiga etib, pat-pat mash'alni yo'qotib turadi. Bu uzunga so'zilayotgan muhasira jarayonida kundalik odatga aylanib ketgan ishlar edi. Oy qorong'usidan foydalanib, biz yabig'irlab sepilga yaqinlashdik. Hammaylar salomat kelib bo'lib, ustidagi tevishlarni bir hazo kuzatgandan keyin, bir vaqtda har guruhga o'z ishini boshladi. 1 minut ichida eng ustiga chiquvchilardan 20 dak odam sepil ustiga chiqdi. Mugdab yotgan dushmandan bir nechini pichoqlab o'ldirdik. Men yana pichoq tiqishdan tenim shurkinib, cho'jini ko'targanda ko'tirib elib sepilning sirtiga etib. Ikki tarafga qo'l bombasi otgan fursatda o'tturdagi bir nechaylan pastdagi yigitlardan bir qanchani tortib oldi. Boshqalari sepilning ichi tarafga yuzlandi. İç tarafda darvozaning ikki beqinida, darvozaning udulida qum xaltalaridan yasalgan 3 istehkom bor edi. Yuqorida bo'lishdek afzalligimizdan foydalanib, istehkomni saqlayotgan dushmanlarning ustiga qo'l bombasi tashladik. Bu arada men palanpaydan uchqandek yugurib tushib, darvoza uduliga to'g'rilangan pelimotni egilib olishga oldirdim. Sepil ustidan ikkili tarafdan dushmanlar bu tarafga bostirib kelishyotdi. Sepil ichidimi dushman darhol hujum nishonimizni mo'ljarlab, darvoza tarafga yopirilib kelmoqda edi. Qum xaltalari orqasida marab yotgan Xitoylarning hammasi o'lgan edi. Ammo Sepilning har qaysi nuqtalaridagi hamma dushman mushi yoqqili kelayotqachqa pelimotni egilab, ularni to'sib turmasam, yigitlar darvozani ocholmaydi. Mana shu chaqda yotamga o'q tegibdi. Ammo so'ngak zahmlanmagachga qizib ketgan chaqda buni tuymagan ekanman. Qum xaltalarining orqasiga berib yetib oldim. Ya'ni qum xaltalari bilan darvoza orliqida edim. Pelimot u yoq tarafda, yopirilib kelayotgan dushmanmi shu yoqda edi. Qo'l bombalarimni tugagan ekan. Ta'limga bir dushman xaltalarning ustiga ortilgancha o'lib qolgan ekan. Uni shillisidan tortib o'zim tarafga tushirdim. Uning yanida 2 qo'l bombasi bor ekan.
ikkisininla pilikini tatib uyoqqa atdim. Uning istitaklardan foydalanib, qum xaltalari ustidan yerim badanimni o tarafga sangiltib, pilimutni bu tarafga oldim. Әмді мен 1-2 minut qazınıb berəlisemla yigitlər darvozani aça olaydı. "Tez darvoza!" deb vaqirdim. Beşim qaygandek bo'lib atadi. Hamma xuddi tush bilan birlashib ketgandek. Men bo'lsam, doim ro'y beradigan tushimdagi qiyin vaziyat ichida, titliq ichida aldirib turgandek bilinadi. Bir tarafdan darvozani egilib olish uchun kelayotgan dushmanlarga o'q yog'dirg'ach, Aqamda darvozaning g'aras-g'urus qilgan ovozini anglagandek bo'ldim. Düşmanlarmı aldiraplı sızılgan tez sızma yoki yağaç oyma rasmdek bir-birlariga qo'shilib ketgan g'alati bir gavda edi. Pilimutning diskisida o'qmi tugagan edi. Menmu shundan keyin hech nimani bilmabdiman. Yotamdan qon ko'payib ketgachga hoshimdan ketibdiman. Men ko'zimni ochib, o'zimni o'ylari kangri va egiz qilib selingan bir uyda yotgan holatda ko'rdim. Dastlab ko'zimni ocholmay bir oz qiynaldim. Kimdir bir kimlarning ovozi quloqqa kirib turadi. Lekin ularning nimalar haqida paranglashayotganini bilgili bo'lmaydi. Gohida intayin yiroq bir yerlardan anglanayotgandek qilsa, gohida quloq tubimda anglanadi. Balkim tenimdagi tuyg'ularning goh ro'shanlashib, goh g'uvalashib asliga kelayotganidan bo'lsa kerak. Oxiri to'liq hoshimga keldim. Ularning ovozi endi goh yiroqlab, goh yaqinlamaydigan bo'ldi. Hatta men ovozlarning yo'nalishini farq etgandek bo'ldim. Hoshimga to'liq kelgandan keyin bilsam, aslida o'ng tarafimdagi ovozni so'l tarafda, so'l tarafdagi ovozni o'ng tarafdagidek anglagan ekanman. Lekin ovoz quloqimga kirgandan boshlabla nima deyishayotganini bilmasam-mu, ularning ovozining Uyg'ur tilida ekanligini bilib, o'zimning dushmanning qo'lida emas, qarindoshlarimning yanida ekanligimni his qilgan edim. Men burunqi bir maktabning sinfida yotgan holatda hoshimga keldim. Aslida bu maktabni Xitoylar elib olib, gazarma qilib olgan ekan. Sabdoshlarim meni toki jang tugab, qo'l bika bo'lganda ondan asrayapti. Va oshqum xaltalaridan etilgan mudofaa temining oqsidan debibdi. Agar topimizda rahim bo'lmagan bo'lsa, unutib ketamidi-keyin deyman. Yotamni ching bog'lab qo'yibdi. Buningdan boshqa tibbiy yordamdan so'z ochqili bo'lmaydi. Bu tomuz oylar bo'lg'achqa yaram tezli yuqumlanib ketishi. Ondan men asta-asta keladigan o'limni kutib, bir necha oy azob ichida yetishim mumkin edi. Tibbiy yordam bo'lmagan ekan, o'z g'amimni o'zim qilay deb jangchilardan biriga yaramni yeshib, o'qni elib etishni aytdim. U tengaqni yashdi, ammo oq tarafdan kirib, oldi taraf teriga yaqin turib qolgan o'qni ashu saxiyani yerib elishga qo'li bormay, bu ishni qilishdan qat'iy bosh tortdi. Bu jarayonda lat so'yib ilingan yarining qanchalik og'riyotganligini demasam-mu ma'lum. O'qni kirgan og'izdan elish uchun uzun qisqichlar kerak bo'ladi, chunki bak cho'nqur edi. Undan ko'ra o'q teshib chiqqili oz qolgan tarafni yeribla osi yaqinroq edi. Ming beshi yo'qlab keldi. Uningdan bu ishni qilishni talab qilib edim, u teni churkangan holda. "Qo'lim bormaydi, ukam", dedi. Rahimdan o'tindim. Umu astili beshini chayqadi. Nasraxun xeli majrochi nemidi. Birasiga pichoq tiqib etishga orolli turgan. Shu qilalamikeyin deb 15 orqali uni toptirib keldim. O'ylamagan yerdan uningda bunchalik jasoratning yo'qligini bildim. Bundaq yetiversam o'lishdan boshqa yo'lim yo'q edi. Chunki nurg'un yardalarning anchik yara sababidan o'lib ketayotganini ko'rib turibdik. 15dan qattiq o'tinni gulxon yiqib, cho'g' tushirib berishni o'tindim. Meni maktabning hovlisiga chiqishdi. Gulxonning o'ti rosa cho'g' bo'lgan ekan. Avval pichoqimni dog'lab mikrob sizladim. Ondan teramni yerib, pichoqning uchi bilan o'qni chiqarib oldim. Ondan hamrohlarimdan yara eg'izini cho'g' bilan dog'lab etishni talab qildim. Buningimi hech kim yormadi. Bu ishni o'zim qildim. Cho'g'ni bosqanda yog'larim erib, tutun aralash ho'r purqirab, atrof kavab purab ketdi. Qarsam atrofdagilarning hammasi ko'zlarini etib olgan ekan. Bütün badanimdan ter purqirab, holimdan ketib yiqildim. 2 kun yerim hoshsiz yetibdiman. Nasraxun og'zimni suvga to'girilgan paxta bilan namdab beshimda o'tiribdi. Ko'z ochqanligimni anglab, Rahim bilan 15 qishimga keldi.
Qo'l qo'ydim, canınız tömürken, dedi o rengi ruhi turgun. Qarsam ko'zidan yosh ag'iyotgandek qildi. Qandaq yigisiz, jonni ko'chidan tepib olganma? İnşallah, endi hayat qalalayman. Qo'rqmang. Buni qilmagan bo'lsam, o'lib ketdim, dedim zaif ovozda. Biz bu yerda 2 haftaga turib qolamiz. Yangi askarlarni o'gitimiz, yardalarning ishi, ondan ozuq-tuliklarimizni g'amlamasak bo'lmaydi. Ammo sizning ishingiz 2 haftada tez gap. U beshini chayqadi. Sizga qarashqa odam qo'yaman. Xolisingiz, do'stingiz qoladi. Ammo men 2 haftaga qolmay o'rnimdan turman deb umid qilyapman, dedim qat'iy holda. Og'riqim qo'ysila, yaramda amdi boshqa o'zgarish bo'lmaydiganligi aniq edi. Shundoq bo'lsa-ku, ilohim. Mingbeshi qo'llarimni ching siqib qo'yib, ko'zlarida ag'iyotgan yoshlarni ko'rsatmaslik uchun o'rnidan turib ketib qoldi.